Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'rta asrlarda Yevropadagi jodugarlar haqida gaplashamiz. Aslida jodugar deb atalgan insonlarning ba'zilari o'sha davrning yetuk olimlari yoki jamiyat bilan fikrlari bir-biriga tushmaydigan shaxslar bo'lgan. 15-asrdan 18-asrgacha bo'lgan vaqtlar mobaynida 40 mingdan 60 minggacha bo'lgan insonlar, ya'ni bularning 70-80% ayollar bo'lgan, shularning barchasi yo'q qilingan. Biz bularning ikkitasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi Janna Dark. U Fransiyaning milliy qahramoni sifatida tilga olinadi. U urush paytida ilohiy ovoz eshitganligini da'vo qiladi va cherkov hukmiga qarshi chiqqan. Va 1431-yilda omma oldida tiriklayin yoqib yuborildi. Ikkinchisi Giordano Bruno, italiyalik faylasuf. Uni boshqa sayyoralarda ham hayot borligi hamda insonning ilohiy tabiatga shubha bildirganligi uchun uzoq muddatga qamalib, qamoq davomida o'z nazariyasidan qaytishi talab qilingan. Lekin u qaytmadi. Va 1600-yil 17-fevralda ommaviy maydonda tiriklayin yoqib yuborildi.